Assalomu alaykum yana bir karra opajonim, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Boya Instagramga olgan edik, endi YouTube'dagi obunachilarimiz ham so'rashadi va qanaqa muammo ekan. Chunki ko'proq ayollar tashrif buyuradi bu yerga. Qanaqa muammo bilan tashrif buyurdi degan savollarga mana hozir javob olamiz. Onajonim o'sha ko'proq bezi saratoni bilan kelganlar, xudo xolasa 4-chi idishlarida, to'g'rimi? Natija mana bomba. kelib qayta ko'rikka kelib, to'g'rimi? Mana hozir holatlari juda ham ancha yaxshi. Xursandchilik holatda hozir anaqa dorilarni olib yana harakat qilyapsiz, uyga ketasizmi hozir? Yo'q, bugun 3 kun qolaman, keyin ketaman. Bugun qoladi. Nima o'zgarish bo'ldi? Masalan, birinchi kursda bildingizmi o'zi? Ancha yaxshi, ancha yaxshi. Katta natijalar bor. Natija borki kelyapman. Ishonch hosil qildingiz. To'g'rimi? Tojikistondan o'zingizdan hozir eshitishimiz bo'yicha bemorlar olib kelibsiz. Qancha bemorlar kelib ketdi. Ular ancha natija oldi. Men o'zimda ammam ham keldilar, ular yaxshi bo'lib ketdilar. Seroz nima bilan kelib ketdi? Nima-ku, shu jigarlarga ham yaxshi ekan bu. Albatta, endi bitta savol. Masalan, mana ko'plab saraton biz bilan qiynalayotgan ayollar ko'rayotgan bo'lsa, nima deya olasiz ularga? Mana o'zingiz, biz emas, o'zingiz. Hammalariga kelsin bu yerda. Yaxshi natijalar bu. Nima doktor nimalardan endi ularga ham qarshiligim yo'q. Bu endi tabiiy narsa bor. Yaxshi. Mana men o'zim shaxsan yaxshi natijalar oldim. Xudoga shukr, men qatnashib. Chunki yaratgan yerdan chiqarib bergan giyohlardan tayyorlanganda endi giyohlasida ichgan mahsulotlar, shuning uchun ham natijasi xudo xolasa yaxshi bo'lgan, to'g'rimi? Shuning uchun hurmatli ayollar, agarda sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shunday ko'krak saratoni bezimi, miomami, kistami farqi yo'q. Bizni Murodjon klinikamizga tashrif buyursangiz, shunday xursandchilik bilan bizni klinikadan chiqib ketishingiz mumkin. Iloyim qayta ko'rinmasin bunaqa muammo sizda. Agar endi mabodo bo'lib qoladigan bo'lsa, mana ishingiz hamisha siz uchun ochiq, lekin bo'lmang iloyim. Endi xuddiki nima, shu kasal yomon, endi eng yomon kasal shu-ku endi hozir shu problema shu hozir shu nima hamma nima jahon bo'ylab shu nima xuddi endi menga osonlash nima bo'ldida shu problema yo'q deb endi. Iloyim. Endi hamma nima qilyapman men? Hamma kelsinlar. Bu rost, bu nima Murod shifo haqiqatan ham nima davosi bomba, gap yo'q. Albatta. Ekranda nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Batafsil ma'lumotni telefon qilib bilib olsanglar bo'ladi. Manzilni tashlab beramiz, lakasdan agar so'rasanglar. Onajonimizga bitta lak bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa shifo topganlar rost bo'lsin. Salomat bo'linglar. Umringiz bo'lsin. Hammadan doktorlardan Allohim rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Xush kelibsiz yana bir karra.